Tabiiy anglatish programmamizda anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Tarxat Jilonning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Oldimizga bo'ri chiqdi. Bu yaxshilikning alomati. Qadimgi ajdodlarimizni ko'k bo'ri nijotlik yo'liga boshlab mangandek ish bo'ldi. Endi safarimizning qutuq bo'lishida shak yo'q. Topqaç degan topqaç, biz degan turk. Bizning o'zimizdan tutgan yo'limiz bor. Bizning e'tiqodimiz boshqa. Padişahimiz Sozul Alilri o'zining orzuliq qizini sizlarga yotliq qilish orqali do'stligimizni yanada kuchaytirmoqchi bo'ldi. Tangri o'g'li Xanshenzunga bo'lgan cheksiz sadoqatimiz bilan jon familiyaliklar jamiyatini yo'qitib, o'rnini qutqizish uchun yurish qilyapmiz. Ushtum to'rt qirg'izlar kelib qoldi. Biz qo'shinlarimizni birlashtirib jangga chiqaylik. Hozirgi birinchi ishimiz jang qilish. Nozik topg'ach qizlari larzon harakatlar bilan usulga tushdi. Qutlug' yobg'u boshliq g'oliblar huzurlanib may ichishdi. Bu chaqda shaharning har joylaridami o'xshashmagan shakllardagi ko'ngil ichish, o'z beshimchiliklar boshlanib ketgan edi. Bir qism askarlar ko'chalarga chiqib, har kim o'zi bilgancha tomosha qilishdi. Masmadar 20 haqam sayillarni agashtirib bir mayxonaga kirdi. Hammaylar og'il-tog'il varqirishib may ichishdi. Mayxonaga kirgan boshqa xaridorlar ularning alpozidan qo'rqib asta chiqib ketishdi. May ichilib bo'lgandan keyin Masmadar: "Ha, yuringlar. Endi boshqa yerlarga berib tomosha qilaylik." "Polvinim, mayning pulini berib o'tgaysizlar." "Nima? Pul degan nima u?" Xo'jayinning xotin bolalari varqirab yig'lab ketdi. Mushtumzorlar ko'chaga chiqdi va oldiga uchragan odamlarni urib so'qib, do'konlardagi ko'ziga yaxshi ko'ringanligi narsalarni bulab, qiz cho'konlarni qo'g'lig'ili turdi. Birdamdala shahar aholisi ichida vahima ko'tarildi. Kishilar o'zaro xabar yetkazishdi. "Tez qichinglar! Eshik derazalarni ching itib talog'i chiqmanglar! Yüz gözünü sakal baskan, meydisini tik kaplagan maymun adamlar malımançılık kılıvatıdı. Bu maymunlar bek yamanken, ambal, doğrgulama ulardan korkup gep kılalmayvatıdı." Odamlar xuddi qora bo'ronda qolgan g'ozongdek har tarafga uchib, rasta va ko'chalar quruqtilib qoldi. Qutlug' yobg'uning chaparmanlari otlarini choptirib kelib, hashamatlik bazmi bo'layotgan so'ringa yugurib kirishdi. Ulug' yobg'umga ma'lum bo'lganki, bir qism askarlar puhrolarni qo'g'lab, bulanchilik qilyapti. Qutlug' yobg'u kayibdan xumarlashgan ko'zlari bilan ularga qarab qo'lini shiltadi. "Chiqib ketinglar! Askarlar jinini olqiniga ep qo'yib jang qildi. Endi ozroq naf olsa nim bo'pti." Chaparmanlar chiqib ketdi. Maslahatchi tupak olib shul yobg'uga yaqinroq siljib o'ltirdi. Askarlar bosh-boshdoqlik qilib, intizomni buzsa, qo'shinning jangovarlik sifati tövallab ketadi. Ma'lumotchilik qilganlarni cheklash, jazolash kerak. Men navkarlarni boshlab chiqib, ularni bartaraf qilay. Usul o'ynayotgan qizlarga shahvoniy havasga to'lgan ko'zlari bilan tikilib o'ltirgan Qutlug' yobg'u qattiq g'azabga keldi. "Hey! Qo'mondan kim? Senmi, menmi? Gap qilmay qo'yib basam, hamma ishga chepilib olib, bak haddandan ishib ketding, ha? Qo'shinda tartib o'rnatish sening ishing emas, mening ishim." Usulchi qizlar Qutlug' yobg'uning xitobidan cho'chib to'xtab qolishdi. Yobg'u ularga qarab texmi ochchig'i bilan varqiradi. "Usulni o'ynash!" Qizlar xuddi urkib ketgan kiyiklardek tipirlab ketdi-da, darhol usulini davomlashtirdi. Tupak olib shul hech nima deyolmay beshini to'van serib o'ltirib ketdi.
Yabg'u hech qachon uningga bunda qo'pollik qilib boqmagan edi. Masmalar qatorliqlarning nurg'un dunyoga ega bo'lganligi, qo'mondonning ularni cheklamaganligini anglab, boshqa bir qism askarlarmi ko'chalarga chiqib, udul kelgan yerga tegish qilg'ili turdi. Shahar ma'murlari, inovatlik mo'tavarlar bosh qo'shib, o'rg'unliqlarga 10 ming to'p yipak hadiya berdi. 2 kungacha kayib sapa surgan Qutlug' Yabg'u mastikdan tasda yeshilib sirtqa chiqdi va yipak mollar besilgan harvolarni ko'rib tushunmagan holda "Bu nima?" deb so'radi. Mo'tavarlardan biri uning oldiga adab bilan kelib tushundirdi. "Sizlar bizning nijotkorlarimiz. Sizlar to'plarni tinchitib, shahrimizning aminligini asliga keltirdinglar. Shunga biz shahar aholisi nomidan sizlarga rahmat aytib keldik. Ko'nglimizni qabul qilgaysizlar." Qutlug' Yabg'u hujrasiga kirib, topqashlarning mamuq yotgan, yipak takkilari silingan kat ustiga yotdi. Uning texiji beshi og'riyotdi. Bir asnodan keyin tupak olib shul kirib, qora sirlangan yumaloq o'rindiqqa o'ltirdi. Qutlug' Yabg'u kat ustida putlarini uzun sunib o'ltirdi. Askarlar ma'lumotchilik qildi deganmidan. Shundoq ish bo'ldi. Askarlar shahar sirtidagi bargohlarda tursin. Qo'riqchi, navkarlardan boshqalari shahar ichiga kirmasin. Xo'p, buyruqni o'rindayman. Kechki yaqin maslahatchi qaytib kirib, buyruqning o'rindalganligini ma'lum qildi. Yaxshi. Endi qaytib kelsam bo'ladi. Men biroz orom olay. Tupak olib shul orasalda bo'layotgandek bir xil qiyofatda o'rnidan qo'zg'almay turib qoldi. Yana qandoq keping bor? Urush oyoqlashdi. Biz vazifamizni o'rindab bo'ldik. Endi qaytib ketaylik. Nega? O'zimizning yayloqlarimizga. Nimaga shuncha oldiraysan? Mening bu yerdan ketkim yo'q. Men bu yerni yoqtirib qoldim. Bu yerdagi xalq bizga nima kerak bo'lsa, shuni tayyor qilib beryotdi. Bundoq bayashachilikni tashlab nega boratdim, Yo'q, men ketmayman. Ketgan bo'lsa, o'zing ketiver. Yo'q, hammamiz ketamiz. Biz bu yerga hukmronlik qilish uchun emas, yordam berish uchun keldik. Yordam tugagandan keyin qaytib ketishimiz kerak. Shunda qilib uzoq o'tmay, Uyg'ur qo'shini o'z yayloqlariga qaytib keldi. Dal daraxtlar ko'kirib, guyxo gullari bukiri echilib ketgan quyoshli kunlarning birida Qutatmish Chang'an tuprog'iga yana qadam bosdi. Ko'chalarda odamlar shalom edi. Tang sulolasining bu sharqi ostonasi Anlushan qo'shinlari tarafidan ishg'ol qilingandan keyin aholining ko'p qismi har yoqlarga pitirab qochib ketgan bo'lib, to hozirgacha texi to'liq qaytib kelishmagan edi. Naganda uchrab qoladigan yo'lovchilar Qutatmishga qo'rqinch bilan gumonsirab qarashatdi hamda qilich, o'qiya bilan qurollanib, o'zi mingan etiga yana 2 orqamoqni chetib ketayotgan bu yosh jangchidan iloji bor tezroq o'zlarini qochirishga tirishadi. Qutatmish hech yerda to'xtamasdan Udul el-G'amoni ibodatxonasining oldiga keldi va oshu tonish darvozaga qarab ishkalangan holda to'xtab qoldi. "Oy to'lin, meni qandoq qarshi ola? Men bilan O'rxun bo'yiga ketgili unimay tura olammi yoki?" Qutatmish ulug' kichiktinib, g'amkin holda beshini to'van soldi va birdamlik sukutdan keyin etidan tushib darvozani qoqdi. Uzun oq libos kiygan taqirbosh rahib darvozani ochib, Qutatmishga savol nazari bilan qaradi. "Qo'rdonlik qiz Oyto'lini izlab keldim. Meni tanidingizmi? Men 2 oyning oldida bir qitim Oyto'lin bilan ko'rishgan edim." "Tanidim. Marhamat qiling." Qutatmish ibodatxona qo'rosiga kirdi. Qo'ro ichida ko'pchilik emgak qilib oldirash edi. Rahiblar va ishlamchi ustalar ibodatxona binosiga yondashtirib yangi bino salmoqda edi. Rahiblarning ba'zilari g'oltak harvolarda, to'pa, sovg'alardan suv to'shirdi.
ba'zilari suv bilan to'pini aralashtirib loy etadi. Yana ba'zilari kesak yoki loy to'shtirilgan teri qoplarni apkashlar bilan ko'tarib ustalarga yetkazib beradi. Ustalar tani tartib kesaklarni ratlik tizib tam qo'poradi. Qutatmish etini chetdagi bir tub daraxtga bog'lab qo'ydi va amgak qilayotganlarga qarab bir hozag'icha turib qoldi. Shu topda u ixtiyorsiz turda o'zining marhum otasi Botasun buqini eslab qoldi. U o'g'li Qutatmishqa Chang'an, Loyang, g'arbiy yurtdagi Beshboliq, Qo'chu, Everg'ul qatorliq shaharlardagi uy imoratlar va qal'a sepillar to'g'risida havaslanib so'zlab beradi. O'g'lim Qutatmish, men orvikashlik, karvonchilik qilib, yurt orlab, ko'p shaharlarni ko'rgan. Shahar va yezi turmushining afzalligini haqiqiy tonib yetdim. Bizning yayloqlarimizdami qal'a shaharlarni bino qilish to'g'risida ko'ktirik qolgang'imi, bizning hozirgi qolganimizg'imi taklif berib boqdim. Lekin ularning hech qaysisi bu haqda bosh qotirishni xohlamadi. Fuqarolarning ko'p qismi an'anaviy yayloq turmushidan mehrini uzolmaydi. Lekin kishilar hamon bir kuni shahar qurishning, dehqonchilik bilan shug'ullanishning zarurligini tushunib yetadi. Men buningga ishonaman. Qutatmishning ko'z oldida go'yo marhum otasining so'zlayotgan siyoqi gavdalanib chiqdi. Go'yoki marhumning ovozi uning quloqlari tubida anglangandek belinib ketdi. O'g'lim Qutatmish, sen cho'qim binokorlik hunarini obdan o'rgangan. Keyincha kishilar hamon kigiz uy va chidirlarni tashlab, kesak uylarda turadigan bo'ladi. Shu chog'da bu hunar sana rosa asqatadi. Xiyolga berilib ketgan Qutatmish o'zining yenidan uzun oq libos kiyishgan va xuddi shundaqla uzun ro'mol artishgan 5-6 rahibaning o'tib ketayotganligini va ulardan biri kayniga burilib qarag'anligini tuymayli qoldi. Qutatmish hayronlik va sig'inish hissiyoti bilan aytilgan bu xitobni anglagandan keyin u esiga keldi. Ishtik burilib o'zining oldiga kelayotgan oq libosli Aytulonni ko'rdi. Yigit bilan qiz yugurib kelishdi-yu, oraliq qoldirib to'xtab qolishdi. Qutatmish Aytulonning ikki qo'lini oliqalariga elib mahkam qisdi. Aytulon, men qaytib keldim. Rahiba qiz bir daqiqa Qutatmishga o'tliq mehr bilan qadilib qaradi-da, yana darhol qo'llarini tortib oldi. Qutatmish, bo'lmaydi. Ulug' ma'ni ta'limotlarda qiz yigitlar nikohlanmay turib qo'l tutsa gunoh bo'ladi deyilgan. Qutatmish mayuslanib beshni to'van soldi. Qutatmish, mush yerda qolamsiz yoki yana qaytib ketamsiz? Aslida sizni O'rxun bo'yiga ilib ketay deb kelgan edim. Biroq endi qarorimni o'zgartdim. Mush yerda qolay. Ha? Endi ketmamsiz? Men bu yerda qilib, mono ustalardan binokorlik hunarini o'rganay deyman. Bek yaxshi o'ylabsiz Qutatmish. Ko'nilar o'g'il bola hunar o'rganish kerak deydi emasmi? Biroq Aytulon, rahiblar meni bu yerda qoldirishga unamdi. Onaydi. Mani xaylar musofirlarni yeklamaydi. Siz birdan saqlab turing. Men bosh ruhoniy bilan so'zlashib baqay. Aytulon yugurganicha ibodatxona ichiga kirib ketdi va hayol o'tmay oq soqolliq bosh ruhoniyni boshlab chiqdi. Aytgandek, bosh ruhoniy Qutatmishni elib qilishga ma'qul bo'ldi. Lekin yana mundaq deb qo'shib qo'ydi. Hunar o'rganish, amgak qilish dinimizda cho'ng savob hisoblanadi. Bu yerda binokorlik kasbini o'rganing. Mani xaylardan o'rgansingizmi, tavg'ach ustalardan o'rgansingizmi, hammasi savoblik. Ammo ibodatxonamizda turadigan kishilarga biz mani ta'limotlarini o'rgatishimiz kerak. Bu bizning burchimiz. Biroq biz shaman diniga e'tiqod qilamiz.
Bilaman. Biz hech kimni o'z dinimizga kirishga majburlamaymiz. Faqat aqidamizni so'zlaymiz xolos. Ishonish, ishonmaslik har kimning o'z ixtiyorida. Undaq bo'lsa, ma'qul. Amsa siz oldi bilan loychilikni o'rganing. To'pi bilan samanni aralashtirib, ustiga suv quyib loy chiqaring. Shunday qilib, Qutatmish yotoqqa o'rinlashib, horduqini chiqarib olgandan keyin ishga tushib ketdi. Shu qurilish ishi bilan yoz o'tib ketdi. Kuz keldi. Bir kuni Qutatmish ishlamchilar bilan birlikda yangidan silingan imoratning o'g'zisiga kohish yotqizib o'tadi. Kutilmaganda Oyto'lin paydo bo'lib qoldi. Qutatmish! Nima bo'ldi Oyto'lin? Texi tushib bo'lmadi-ku? Orxon tarafdan Uyg'urlar kelibdi. Nima deysiz? Uyg'ur qo'shini Loyandan Orxonga qaytib ketgan emasmi? Yo'q, bu qitim kelganlar qo'shin emaskan. Elchilar kelibdi. Rahibalar bilan birga berib ko'rdim. Kishilarning deyishicha, sizlarning qog'oninglar Tabg'ach podshohi bilan qudalashmoqchi ekan. Elchilar nurg'un otlarni ham yana nurg'un harvolarda sovg'a salomlarni elib kelibdi. 14-bob Qudalashmoq. Tangri o'g'li Tangsuzong Yiroqdagi O'rxon daryosi bo'yidan kelgan Uyg'ur elchilarni intayin dog'dug'liq murosim o'tkazib kutib oldi. Ordu qabulxonasiga Tang sulolasining katta arbob va mo'tavarlari yig'ildi. Bosh elchi Tangri o'g'liga hurmat bildirib, cho'nqur ta'zim qildi va xushxuy tabassum bilan so'z ochdi. Tangrida qut bo'lmish, bayonchor, atmish belgi qari qolgan buyuk Tang davlatining podshohi bilan urug' tuqqan bo'lib, ishga o'tirida eng yaqin qarindoshlarcha munosabat o'rnatish orzusi bilan o'zlariga salom yo'lladi. Bayonchor qara qolgan salomat bo'lg'ay, umri uzun bo'lg'ay. Buyuk qog'onimiz Tangri o'g'li Tangsuzong oliylariga atab shaxsan o'z nomidan sovg'at avatdi. Bular 500 arg'amoq, bulg'un terisi, unchi marvoyitlar ham oq kigiz. Yayla xalqi oq kigizni ulug' ko'radi. Taxt varisi qog'on bo'lganda uni oq kigizda ko'tirib taxtga o'ltirg'izamiz. Shunga biz eng hurmatlik va eng ulug' kishilarimizga oq kigiz taqdim qilamiz. Bayonchur qog'on Tangsuzong oliylariga kuyovul bo'lishni orzu qiladi. Tang ordusining amaldorlari qora qog'onning sovg'alarini o'tkazib oldi. Elchilar sharpiga shohona ziyofat berildi. Ikkinchi kuni Tangsuzong yaqinlarini yig'ib maslahatlashdi. Kenizaklardan birini malika darajasiga ko'tirib uzitib qo'yayli. To'g'ri. Podshohning o'z qizini boshqa yurtga yotiq qilishi o'tmishda ko'p ko'rilmagan. Podshohlar umuman xon jamoatidagi qizlarni yoki kenizaklarni o'z qizi hisobida yotiq qilibdi. Biz mo shunday qilayli. Tangri o'g'li yig'in ishtirokchilarining maslahatlarini anglab bo'lgandan keyin taxt ustidan uzoqcha beshini to'van selib o'ltirib ketdi. Allo'shan to'piling'i buyuk Tang davlatini gumron bo'lish girdobiga akilib qo'ydi. Uyg'ur qo'shini to'pilonni bostirishda hal qilg'uchi rol o'ynadi. To'pilonchilar elimo texi uzil kesil tugab ketmadi. Yoshirin xavf yanada mavjud. Bugungi kunda Uyg'urlar bilan ittifoqlikni kuchaytirish hammadan muhim ish bo'lib qoldi. Mening yotliq qilinmagan birli qizim qoldi. Shu qizimni qora qog'onga yotliq qilay. Kenja qizingiz Mingo nima? Shuni. Mingo qizimni. Biroq bayonchur qog'on qirib ketgan odam tursa. Bo'ldi. Men qaror qilib bo'ldim. Malikini uzitishga darhol tayyorlik qilinglar. Bir navri inim Xanjonbega Liyu mening alohida mushovirim. Muvaqqat taftish vazirlik unvoni bilan
Bayonchur Qag'onga donishmand, Botir Ko'l Qag'on degan faxriy atoqni berib, rasmiylashtirilguncha elchi bo'lsin. Bir navra inim Sol yandash ambili Lisun, harbiy ishlar vazirining yandash ambili, muvaqqat noib taftish vaziri va shaqovullik unvoni bilan noib elchi hamda Qunchoy Ningoning to'y ma'rakasini boshqaruvchi bo'lsin. Atoqliq sarvarlarga qilinadigan muomallardan bahramon bo'lg'uchi muvaqqat o'ng qo'l vazir Gigo Bigi Fimian chigirgacha o'ztib qo'yishga mas'ul bo'lsin. Butun Chang'an aholisi tavrab ketdi. Tangningo Qunchoy Uyg'ur Qag'onga xonish bo'lish uchun yo'lga chiqadi ekan degan xabarni anglab, qiyri yosh ayollarning hammasi degudek Qunchoyni va uni uzutib mang'uchi o'rda ahlini ko'rish uchun ko'chaga chiqishdi. Qunchoy Bayonchur Qag'on sovg'a qilgan Uyg'urcha esil kiyimlarni kiyib, boshqacha go'zal bo'lib ketgan edi. Hanjung Begi Liyu Qunchoyni 500 yasovul bilan qo'qtab mangdi. Tang Sozong orzuli qizidan ayrilishga ko'zi qiymay, ajdaho surti tushirilgan shahona seriq yipak to'nini kiyib, Ningo bilan bir martada o'ltirib mangdi. Shenyangga kelganda Tang Sozong katta ziyofat berib, qizini 100 ming top yipak raxt bilan uzitib qo'ydi. Xo'shish oldida Tangri o'g'li qiziga ilhom berib mundaq dedi. Qizim, siz Iroqqa ketyapsiz. U yerga borgandan keyin Xanzular bilan Uyg'urlarning munosabatini qo'yiqlashtirishga tirishing. Qunchoy ig'ir bir tiniq elib otasiga qaradi. U o'rda ichidagi maxsus o'qituvchilardan ta'lim elib, xon jamiyati ichidagi qo'yiq siyosiy tus olgan turmush sharoitida pishib yetilgan bilimlik, aqlli qiz edi. Uning ustiga O'rxundan elchilar kelgandan buyon ota-onasi, ustozlari bundaq to'yilishning ahamiyatini, davlatga keltiradigan foydasi haqida ko'p so'zlab uni qoyil qilgan hamda Iroqdagi o'ziga tonishlik bo'lmagan o'zgacha yayloq hayotiga o'zini beg'ishlashga ma'qul keltirgan edi. Kelgusidagi noma'lumlikdan ko'ngli parakanda bo'lib turgan Qunchoy Ningo ko'z yeshini surtib o'tib, g'amkin ko'zlari bilan otasiga uzoq tikilib qaradi. Aytqiningizda qilaman xonota. Buningdan 800 yil ilgari Xan sulolasining Qunchoylaridan Shijin, Jiyular davlat ishini a'lo bilib, harbiy yurtdagi Usun xoniga yotliq bo'lib xizmat ko'rsatgan ekan. Qunchoy Wang Chouchunmo Hun Tangri qutiga yotliq bo'lib, davlatga nurg'un foydali ishlarni qilgan ekan. Bugungi kunda men sizning umidingizni aqlab, davlatga xizmat qilish yo'lida o'lib ketsam roziman. Men cho'qim Xanzular bilan Uyg'urlar o'rtasidagi do'stlik, ittifoqlikni davomli kuchaytirish uchun kuch chiqaraman. Tangri o'g'li ko'zlariga yosh oldi. Lekin darhol o'zini tutib olib, qizi bilan xo'shlashdi. Hashamatlik qasrlarning farog'atlik turmushidan ayrilib boqmagan Qunchoy Tangningo 2 oy jafoliq yo'l yurib, O'rxun bo'yiga yetib keldi. Qunchoyni qo'g'dab kelgan Hanjung Begi Liyu shamanning riyosatchiligida peri o'ynab, gulxonni 9 qitim aylanish, bo'ri beshining oltin rangli shakli tushirilgan ko'k bayroqqa ta'zim qilish qatorliq qoida yo'sinlarni ado qilgandan keyin yipak chedirga kirib, oltin taxtda jazo qurib o'tirgan oq soqolliq Bayonchur al-Atmish belgi Qag'onga cho'nqur salom berdi. Danishman va Botir Qara Qag'onga ma'lum bo'lganki, biz Tangri o'g'li Tangsuzung oliylarining havolasi bilan buyuk Tang davlatining Qunchoyi Tangningoni huzurlariga elib keldik. Podshohimiz Suzung oliylari Qag'on oliylarining to'psini ko'zda tutib, o'zining orzuli qizini sizlarga yotliq qilish orqali do'stligimizni yanama kuchaytirmoqchi bo'ldi. Ilgari o'tira tuzlanlikdagi hukmdorlar boshqa qavmlar bilan qudulashganda yotliq qilinganlarning hammasi asranda Qunchoylar edi. Tangningo podshohimizning o'z qizi. U ham aqlliq, ham soyib jamol qiz. U orliqni yiroq ko'rmay, sizlarga yotliq bo'lg'ili keldi. Qag'on oliylari,
Endi sizlar padişahimizning kuy o'g'li bo'lib qoldilar. Bundan keyin ikki taraf o'zaro hurmat qilishib, inoq urug' tuqqan bo'lib o'ssak. Tangri o'g'li Tansuzun oliylari tuman ming yillar yashsin. Ayolim Bilge Qatun yaqinda kasaldan saqiyolmay qazo topdi. Qonchoy Tangningo bundan keyin qonunliq unvoni bilan ulug'lanib, Ningo Qatun deb atiladi. Xandonligimizda Qatunlar qolgandan qolsalar, ikkinchi o'rindagi huquq imtiyozdan bahramand bo'ladi. Liyu hazratlari, biz Uyg'urlar Tang xandonligi bilan qarindoshdek o'tyapmiz. Qalpiq bo'lmasa tish to'nglaydi. Cho'ng o'g'lim Qutluq Yabg'o qo'shin tortib, Anlushan, Anchunshi to'polonini bostirib qaytib keldi. Lekin to'polonchilar texi to'liq tinchtilg'ini yo'q. Men yana qo'shin chiqarib, Tansuzun oliylariga yordam qilaman. Qog'on bilan Liyu suhbatlashib bo'lgandan keyin katta to'y ma'rikasi o'tkazildi. Atlar, qo'ylar so'yildi. Dash qazonlar esildi. Shaman baxshilar gulxon yiqib, peri o'ynab, qo'ng'iroqlarni jiringlatib, kelinni pakladi. Nag'ma navo, naqshu usul qizib ketdi. Kech kirganda Qonchoy Tangningo 10 tangri qutiga taqdim qilingan Wang Zhaojun va Usun xoniga yotliq bo'lgan Shijunlarning hashamatlik qasrlardan ayrilib, kiygiz uylarda go'sht yeb, sut ichib, qandoq hasratlanganligini ko'z oldiga keltirgan holda, yosh jihatda o'z otisidimi cho'ngroq oqsoqolliq Bayonjur qog'onning chediriga kirib ketdi. Chang'an o'rdisidan Qonchoyni elib kelganlar bir oycha mehmon bo'lgandan keyin qaytishga taraddud qildi. Bayonjur qog'on o'zining 3-o'g'lining Qutluq Chur tegan qo'mondonligidagi 3000 kishilik otliq qo'shinni ularga qo'shib Tang o'rdisini qo'g'dash uchun yo'lga soldi. Qutluq Yabg'o Loyangdan qaytib kelib, kayib sapoliq turmushni yana boshlab o'tgan edi. Bu mayparas xonzoda kiygiz uyda bir necha yaqinlari bilan go'sht yeb, may ichishmoqda. Hammalarning kayfi o'rlab, xeyli qizib qolgan paytda so'ringa yangi mehmon kirib keldi. So'zar tumoq, bo'lg'un jo'vi kiyginidan qaraganda, u esil zodalardan biri edi. Kechikib qolding-ku. Endi keldingmi? Buyuk qog'onimiz muhim ish bilan chaqirtibdi-kan. Shunga kechikib qoldim. Qandoq muhim ishkan u? Tangningo Qatun chidir va kigiz uylarga ko'nalmabdi. Bu ya bak so'g'uqkan, kechicha uxlayolmayotman debdi. U yana Chang'andan ustularni taklif qilib, uy imorat soldirayli debdi. Qog'on bir nechimizni chaqirtib maslahatlashdi. Biz ko'prak iyiq terisi tepib, Tangningo Qatunga sep berayli. Kigiz uyning to'psiga yana qo'shlab kigiz yapayli. Uyning ostiga yog'och yotqizayli deyishdiq. Tabg'ach Qatun yana nima debdi? Ajba qog'on o'g'li bu gaplardan xabarsizmi? O'zing bilasan-ku. U naynoq tabg'ach kelgandan keyin men tug'la yayliqiga ketgan, texi yaqindala qaytib keldim. Shundoqdimi? Shavkatlik Yabg'om, qog'on bilan Qatunni hurmatlash yayloqda azaldan davomlashib kelayotgan an'ana. Shundoq. Qog'on ulug'dir. Qatun uning eng yaqin hamrohi. Shunga u ulug'lanish kerak. Qog'on qirg'anda oljidi. Bir puti go'rga sangilab qolganda yigitlik qilishni kim qo'ydi uningga? Men Loyangda uzoqroq turayli desam unimay. Kayni-kaynidan choparmanlarni avatib qo'shinni qaytirib keldi. Puhralarni bo'zaq qipsilar, qiz-cho'konlarni bulabsilar deb menga bir muncha koyidi. Endi o'zi-chu. Jirtoq ko'z tabg'atchinning sizg'an siziqidan chiqolmaydigan bo'lib qoldi. Atidan kashkicha yotqandan chiqmay, xalqning ishlarini untidi. Endi unadan qo'rqmayman, uningga bo'ysunmayman. Qo'shonimni ilib ketaman, yiroqlarga ketib, o'zim ayrim turaman.
Bayanchur al-atmish beliga qolgan qishliqqa maxsus tikilgan oq kigiz uydagi oltin taxt ustiga silingan 2 qat eyiq terisidan so'sar tumuqini bostirib kiyib, so'sin tovar bilan tashlangan qunduz juvisiga yo'ginib o'ltiradi. Uning gavdasi bir oz mukcha ekan. Saqol buriti oqargan bo'lsa-mu, o'tkir ko'zlari taxt oldida yo'ginib o'ltirgan masihatchi tupak olib shulg'an mixdak qadalgan edi. Qağan ma'lumot yetkizgili kirgan bu masihatchining bir so'zini o'tkazib o'tmay, butun zehnini yig'ib tingshimoqda edi. Qutluq yabg'o shundoq dedim-a? O, rostili ketmoqchi bo'ptimi? Shundoq buyuk qog'anim. U hozir qo'l ostidagi qo'shinni otlantirib ketishga tayyorlik qilyotdi. Men uni to'sib qila olmadim. Ma'qul amsa. Sen chiqib ketsan bo'ladi. Tupak olib shul o'rnidan qopib egilganicha keynicha mengib chiqib ketdi. Qag'an uzoqcha xiyol surib o'ltirib ketdi. Isyon, dedi u ulug' kichiktinib. Tog' dalalari yeshillikqa purkinib, yoz fasli kelib qolgan edi. Qag'anning qarorgohi joylashgan kangri o'tloqda qator-qator kigiz uylar tikilgan edi. U yer bu yerda o'tlab yurgan otlar, kala mo'zaylar ko'zga chiliqatdi. Hammadan cho'ng va ko'rkam oq kigiz uyning yonida bir to'p yosh navkarlar o'zaro chaqchaq qilishib, chelishib o'ynashmoqda. Kigiz uydan shop-purtliq bir song'un chiqib, ularni tovladi. Sepki tizlinglar! Tabg'ach elchilari ulug' buyruqning ziyofatiga chiqdi. Navkarlar yonlariga esig'liq qilishlarini va uzun chachlarini tuzashtirib sepki tizildi. Kigiz uydan yaltiroq tovar to'llar kiyishgan shalong soqolliq, qiyshiq ko'zlik 3 nafar tabg'ach kulimsirgan holda chiqib keldi. Song'un ularni sal egizrak ko'tarilib turgan joydagi boshqa bir oq kigiz uyga boshlab kirdi. 9 buyruqlar boshlig'i qora soqolliq inonchi to'n bag'a tarqan rangdor gilam ustiga silingan olibaldaq yo'lvoz terisidan surliq qiyofat bilan chasa qurib o'ltiradi. Tabg'ach elchilari kirganda u o'rnidan turib qoida yo'sulliq salomlashdi va ularni o'ltirishga taklif qildi. Tabg'achlarmi yo'lvoz terilardan o'rin ilishdi. Büyük qog'onimizning bir oz tavi yo'q bo'lib qoldi. Shunga u har qaysilari bilan ziyofatda birga bo'lishni Peqirga havola qildi. Bayanchur qog'onning umri uzun bo'lsin, tuman ming yillar saltanat surib yashsin. Xonzoda Qutluq yabg'o salomat turibotandi. U yaqinda qazo topdi. Biz bu musibatdan xabar topmabdik. O kesalmidi? Hay, rahmatlik to'polonni bostirishda cho'ng xizmat ko'rsatgan edi. Shundoq, u Batur Xonzoda edi. Lekin u urushda dong chiqargandan keyin ko'ranglab ketdi, xatolashdi, qog'onga o'kti qopdi. Shunga elimizning azaldan davomlashib kelayotgan odati bo'yicha jazolandi. U hamda yo'ruq dunyodan ketdi. Tabg'achlar tushandiq deganni bildirib, boshlarini irg'itdi. Bayanchur qag'an yepak chidirdagi eyiq, tulki terilari silingan kat ustida gullik tovar bilan qoplangan to'zg'oq yostiqqa beshini qo'yib, uchisiga qunduz juvisini yepingan holda so'zilib yotadi. U cho'ng o'g'li Qutluq yabg'u o'lgandan keyin uda bir necha kungacha gelidan g'iza o'tmay, urib, oxiri tovi yo'q bo'lib yetib qolgan edi. Hay Qutluq. O'zingga qilding, menga qilding. Hajabmi ko'yimsiz, qora ko'ngil, qaron bo'p turilib tikansan. Hay! Ningo qatun qag'anning yinida g'amkin o'ltiradi. U Uyg'ur tilini texi tuzukrak o'rganolmagachga kishilar bilan ravon so'zlasholmaydi. Faqat ayrim so'zlarni deyalaydi.
ishchang, dedi u bir chini issiq sho'rpani qo'sh qo'llab bemor eriga sunib. Qag'an bilan Qatunning yenida xizmat kutib o'tirishgan ikki dedak qiz Qag'anni ikki yondan yo'lab o'ltirg'izishdi. Bemor sho'rpani o'tladi. Shu asnoda bir chaparman kirib ma'lumot berdi. Buyuk Qag'animga ma'lum bo'lganki, tabg'ach elchilari salomga keldi. Ningo Qatun Uyg'urchani to'liq bilmasa-mu, chaparmanning ma'lumotini tushundi va o'z yurtdoshlarining kelganligidan shodlanib, yuragi tepchaklab ketdi. Uning boyiqi parishonlik holini shamol uchirtib ketgandek bo'ldi. U biraqli jonlanib, sho'x chaqnab ketgan ko'zlari bilan Qag'anga tikildi. "Ular bilan tezroq ko'rishaylik." Ha, mehmonlarni boshlanglar. Ningo Qatun uni qo'ltiqidan yo'ladi. Ular hujra qilingan chedirdan chiqib, taxt qo'yilgan eng cho'ng chedirga kirdi. Qag'an oltin taxtga chiqib, chasa qurib o'ltirdi. Qatun xuddi oslandek silqqani kelib, uning yeniga joylashdi. Tabg'ach elchilari ulug' buyruq Inanchutun bag'a tarqanning yo'l boshlashi bilan qolgan chedirga kirib ta'zim bajo keltirishdi va ikki taraf o'zaro hol ahvol so'rashdi. Bosh elchi so'zini boshladi. Uyg'ur qo'shoni o'tiri tuzlanlikka berib, biz bilan moslashib jang qilganlikdan zo'r g'alaba qo'lga kelgan edi. Anlushan, Anchingshuy to'pligi asosiy jihatdan tinchtilgan edi. Lekin Uyg'ur qo'shoni qaytib ketishi bilanla yana Shisimin to'plan ko'tirdi. Shisimin Tangri o'g'liga taslim bo'lgan emasmidi? Shundoq, Shisimin dastlabda Anlushanga qo'shilib to'plan ko'tirgan. Anlushan o'lgandan keyin Anchingshuyning bosh maslahatchisi bilan chiqish olmay, buyuk Tang davlatiga sodiq bo'ladiganligini bildirib, biz tarafga o'tgan edi. Tangri o'g'li Tangsuzong uni Fanyang oymiqiga yeravul qilib tayinlagan edi. Bu yil atyazda qo'mondan Goziyi Anchingshuyning qoldiq kuchlarini tozalash uchun Xinanga yurish qilgan edi. Jang boshlanganda Shisimin bizdan yuz o'rib, orqa sepimizga tegish qilib, yemak-ichmak, ot uloqlarimizni bo'lib ketdi. Orqadilla 80 ming kishilik qo'shin bilan bizga hujum qildi. Ha, jang natijasi qandoq bo'ldi? Jang rosa qizib ketgan mezgilda tuyuqsizdan qora bo'ron chiqib ketdi. Har ikki taraf jangni davomlashtirishga amalsiz qoldi. Bo'ron daraxtlarni yiltizidan qo'murib, odamlarni uchirtib yiqitdi. Saplar bozulib, bizning piyoda jangchilarimiz chechilib ketdi. Lekin Shisiminning askarlari otlarini yotqizib, o'zlari shu otlarning daldisida yetib olib, bo'rondan o'ngishliq o'tib oldi-da, qaytadan otlanib chiqib, bizning dalada chechilib ketgan askarlarimizni qo'g'lab qirg'ili turdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jilanning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar.